Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videoroligimizda ko'pchilikka qiziqarli va manfaatli bo'lgan bir holatni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik standart qanaqadir ro'yxatlarni shakllantirishda deylik mana oy nomlarini mana bunday tartibda yozadi va buni pastga tortganda mana bunday tartibda mantiqiy ketma-ketlik shakllanib chiqadi. Endi biz o'zimiz uchun kerakli bo'lgan qanaqadir ro'yxatni shakllantirish uchun nima qilamiz? Bugun mana shu narsani ko'rib o'tamiz. Deylik biz dushanba masalan hafta kunni yozadigan bo'lsak va bu narsani pastga tortganimizda mana bizda xuddi mana shu narsani o'zini xuddiki kopiya qilib pastga tashlab beryapti. Lekin ketma-ketlikda bu hafta kunlarini bizga qaytarib bermayapti. Buni qo'shib olish uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun standart holatda fayl menyusiga kiramiz va parametrdan, demak, дополнительный bo'limi va eng oxiriga tushadigan bo'lsak, bizda mana изменить списки turibdi. Mana shunga biz o'zimizga kerakli bo'lgan ro'yxatni qo'shib olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rsak, mana bizdagi mana bu oy nomlari yoki ruschada berilgan hafta kunlari nomlari standart shakllarda o'zi avtomat bu ofis dasturiga qo'shib qo'yilgan. Shuning uchun buni mana o'chirib bo'lmaydi. Lekin men o'zim uchun kerakli bo'lgan qanaqadir ro'yxatni qo'shmoqchi bo'lsam, mana buni добавить yoki удалить qilishim mumkin bo'ladi. Hozir birinchi usulni ko'ramiz, keyin ikkinchi, demak, import qilish usulini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi usulda biz новый spiskka, demak, hafta kunlari nomini virgullar orqali ajratib kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba. Mana shunday tartibda yozamiz va добавить qilsak, bizda bu narsa spisk shaklida, demak, qo'shilib qolyapti. OK ni bosamiz, yana OK. Endi biz bu yerga dushanbani qo'shadigan bo'lsak va bu narsani pastga tortsak, mana ko'rib turganingizdek, biz qo'shib qo'ygan o'sha standart, demak, ro'yxat o'zini ketma-ketligi bo'yicha bizda shakllanib chiqyapti. Shu bilan birga, masalan, biz deylik ro'yxatimizni jumadan boshlamoqchi bo'lsak ham bu narsa, demak, avtomat shakllanib chiqadi. Mana yakshanbagacha keladi va yana ana shu ro'yxatimizni boshidan bu narsa takrorlanib chiqib beradi. Bu birinchi usul edi. Endi ikkinchi usul bizda qanday bo'ladi? Deylik birorta ro'yxatni qo'shib olamiz. Keling, mana shu ro'yxatimizni boshqatdan shakllantiramiz. Deylik, buni birinchi o'chirib tashlaymiz. Demak, дополнительные va изменить spiskadan keling, mana shu ro'yxatimizni endi o'chirib tashlaymiz. OK. Endi hozir yozadigan bo'lsam, bu narsa bizda yana oddiy holatga aylanib qoldi. Bizda takrorlanish bo'lmayapti. Xo'p, endi biz odatdagi, demak, import usulidan foydalanish uchun mana ro'yxatni o'zimiz uchun kerakli bo'lgan qanaqadir yacheykalarga ketma-ketlikda joylashtirib olamiz. Va endi buni yana fayl menyusiga kirib, parametr, дополнительные, изменить spiska. Endi bu narsani bu yerga yozib o'tirishimiz shart emas. Import uchun mana shu ro'yxatni tanlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerga buni tanlaymiz va import qilib, mana bunday tartibda qo'shilib qolyapti. OK ni bosamiz. OK. Endi dushanbani yozib pastga tortadigan bo'lsak, mana shu mantiqiy ketma-ketlik bizda shakllanib chiqyapti. Demak, siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan qanaqadir mana shunaqa doimiy takrorlanib turuvchi ro'yxatlarni shunday tartibda shakllantirib olsangiz, qayta-qayta bu narsani yozishga ehtiyoj bo'lmaydi. Demak, sizga qanaqadir ishingizda yengillik berishi mumkin. Buguncha shular, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.